Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avto O'zbegim hamda kanal admini Shuhrat. Mana bugun Sergeli mashina bozoridamiz. Qo'ldan kelgancha yaxshi Damazlarni sizlarga video davomida ko'rsatib berishga albatta harakat qilamiz. Kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kommentariy yozib, albatta kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydigan umiddaman. Agar o'zingizda ham qanaqadir sotiladigan mashinalar bo'lsa, kommentariyada xarakteristika bilan telefon nomeringizni yozib qo'ysanglar, men zakrib etib qo'yaman. Sodani bossanglar bo'ladi. Bizga gap cho'zib o'tirmasdan videolarimizni boshladik. Bizda navbatdagi Damaz mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsa 91 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari yo'q, linoleum qilingan. Metan gazlari bo'lishi kerak xudo xolisa. Salon orqa holatlarini bitta ko'rsatib beramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Xullas, ishlashga tayyor mashina. Balonlari ham 4 ta yangi balon taqqan ekanlar akamiz. Metan gazlari bor ekan. Kamolda kraskasi buni? Kraskasi aka bitta kiloda petrol. Bitta kiloda petnosi bor. Kiloda petrolimiz bor. Akoy navar uchun faralardan taqib qo'yganlar. Chixon, linoleum, katalog, balon. Nima kerakli bo'lsa hammasi qilingan. Ha, chopir kerak. Ha, faqat olib minsalar bo'ldi. Narxi deb buni. Narxiga naqd pulga bo'lsa 6700 ga beramiz. Naqd pulga 6700. $90 qo'ygan bo'lsa, o'shani bonusi ham bor. Bonusi ham bor. $600 ga qilib beramiz mashinani. $600 bilan chiqarib beramiz. Men oylik to'lovimiz mana shu grafikda chiqadi. Narx taqalgan, sensirilgan. Naqd pul bilan 6600. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa, 97 810 12 31 ismlari Kamolning. Keyingisiga o'tiramiz. Keyingi mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damaz mashinasi. Buni probegi 114 mingmi? 121 ming. 121 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari yo'q, linoleum qilingan. Metani bor. Metani bor. 4 ta yangi balon. 4 ta yangi balon, metani bor. Xullas, salon orqa holatlarini bitta ko'rsatib beramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Agar videoda yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Kraskasi buni shep. Kraskasi ikkita joyda petnosi bor. Ikkita joyda petnosi bor, ichlariga o'tmagan butun mashina. Tan narxiga keladigan bo'lsa, naqd pul bilan kelsa 5900. Naqd pul bilan kelsa taqalgani naqd pul bilan 5800. 5800 qilib beramiz. Bank orqali $100 bilan chiqazib beramiz. Bank orqali $100 bilan oylik to'lov mana shu grafikdan chiqadi. Oylik to'lovlarni mana ko'rsatib o'tamiz. Ko'rasanglar bo'ladi yoki screenshot qilsanglar ko'rasanglar bo'ladi. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa 97 810 12 31 ismlari Kamoliddin. Mashinangiz kimga aql kelgan bo'lsa, telefon qilib savdolashib barakasini qilsanglar bo'ladi, bosinglar. Keyingisi 2021-yilda ishlab chiqarilgan Damaz mashinasi. Mashinamizning probeglariga keladigan bo'lsa 70 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor. Metan gazi? Metan gazi bor. Bor. Linoleum yangi qilib qo'yilgan. Linoleumlarga ham qilingan ekan. Salon orqa holatlarini ham bitta ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Ishlashga tayyor mashina. Asfaltli joyi deyarli ko'rmadim. Metan gazlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Balonlari ham yengidek bo'lib turibdi. Kraskasi buni Kamolda? Kraskasi oldi qopqoqda bor bo'ldi. Oldi qopqoqda bor. Butun. Narxi deb naqd pulga bo'ladigan bo'lsa $5300, bank bilan bo'ladigan naqdiga bo'lsa 5300, через bank bo'ladigan bo'lsa, voy boshlang'ich $50 bilan chiqarib olsanglar bo'ladi akalar. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa, o'sha 97 810 12 31 ismlari Kamolning. Keyingisiga o'tiramiz. Labomiz. Labo ham bor ekan. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 15 ming yurgan. 15 ming kilometr masofani bosib o'tgan Labo mashinasi. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor. Metan gazi? Metan gazi bor, propan gazi bor. Yangi propan gazi bor. Yangi propan gaz qo'yilgan ekan. Balonlari ham balonlari hali 70% tishlari. 70% tishlari bor ekan. Kraskasi? Kraskasi kabina asfalti bo'lgan. Aha. Kabina asfalti bo'lgan. Aha. Naqd pul bilan kelsa $6200 qilib beramiz. Naqdiga 6200. Bank orqali kelsa $100 pul bilan chiqazib beramiz. Bank orqali $100 bilan chiqarib berishadi. Oylik to'lovlari mana. Screenshot qilib olsanglar bo'ladi. Keyingi Damazimizga o'tiramiz. Tepaga o'tamiz. Orqada sotilgan Damazlarimizni ham bir oyga ko'rsatib berdik. Aha. Qancha bilan bitgani? Bu Damaz sotilganini bitta ko'rsatib yo'qdi. Sotilganlari mana orqada turibdi. Bir boshdan boshlaysiz. Bir boshdan boshlaymiz. 2024 $400 bilan sotildi. $400 bilan sotildi. 2022-yilimiz $200 bilan sotildi. $200 bilan sotildi. 2021-yilimiz $50 bilan sotildi. $50 bilan $50 chiqazib beryapti. Voy gap.
Balonlari yangi, balonlarni ham ko'rsataymi. Xullas, xarajati yo'q mashinalar. Tonirovkalari bilan. Krugoy tonirovkalari bilan $300 bilan chiqib ketdi. Qashqadaryo propiskaga nomerlari bilan. Qashqadaryo propiska nomerlari bilan chiqib ketibdi akalar. 24-yilimiz. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Damas mashinasi kraskasi top toza. 50 ming yurgan, kraskalari top toza, salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Sveji, laminatsiya yo'q. qo'ygan. Poliklari Ushbu bor. holatda mashinamiz. Lelolin katalog qilingan. Nok ekan. Patologlargacha qilingan. Taqib beramiz. Kraskasi Top toza. top toza. 50 ming yurgan. 50 ming yurgan. Narxi buni chep. Narxi bilan kelsa 6000. Naqdiga 6700, bitadigani orqali kelsa $600 bilan chiqazib beramiz. Ceres Bank $600. Oylik to'lovlari mana. Keyingisi Yilimiz sotilgan. 2022-yil sotildi. 200 euro bilan Qashqadaryo sotildi. 24-yilimiz $400 bilan 2024-yil sotildi. Surxondaryoga 400 euro bilan chiqib ketdi. $400 bilan chiqib ketdi. Bugungi mana borimiz shu. Bunga bori shu. Yana qoyalarni ham video davomida ko'rsatib boramiz. Qashqadaryolik, Surxondaryolik akalarimiz bo'lsa, albatta kommentariyani qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Esingizdan chiqmasa, Andijondan boshqa har bir viloyatga chiqib ketar ekan. Tilimiz alsib chiqib ketdi, ahamiyat bermaysizlar. Keyingi damazlarimizni ham ko'rsatamiz. Davom etamiz. Telefon nomerlari Kamoliddin 97 810 12 31. Kimga qanaqa damas kerak bo'lsa, sotadigan bo'lsanglar, naqd pul bilan olib qolarlar, xudo xolasa narxlar bosib yuboringlar. Bizda navbatdagi Damas mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2024-yilda ishlab chiqarilgan, probeglari keladigan bo'lsa, 42 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari bor. Mashinamiz sveji bo'lib turibdi, akalar. Temir metan gazlari bor, kraskalari absolyutno top toza. Salon orqa holatlarini ham bitta ko'rsatib olamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Linoleumlari qilingan, patologlargacha polniy apsis qilib qo'yilgan akalar. 13 diska balonlarda turibdi akalar. Mana ko'rishingiz mumkin, balon holatlari ham idealni bo'lib turibdi. Endi mashinamizning tan narxiga keladigan bo'lsak, akamizni 6700 so'rayotgan ekanlar. Narxini qancha qilib beramiz aka? Bozor narx bermadimi hali? Yo'q, so'rab ketdi. Qancha berishdi? 600 gacha chiqdi. 600 tepasiga gaplashamizmi? 600 tepasiga gaplashib olamiz, deyaptilar. General damis beramizmi? Egalaridan bir qo'l mashina. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 97 783 41 42. Ceres Bank chiqadimi shep? Ceres Bank ham bosib yuborsanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi Damas mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2023-yilda ishlab chiqarilgan, probeglariga keladigan bo'lsa, hop 13900 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari yo'q. Mashinamizning propallarigacha bor, kraskalari top toza. Bir tomchi ham kraskasi yo'q. Любой проверка deyaptilar. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salafan taqib qo'yganlar, чтобы mashina chang bo'lib ketmasin deb. Balonlariga keladigan bo'lsa, balonlari ham o'zini zavодской balonlarida turibdi. Tishlari ham but-butun. Narxiga keladigan bo'lsa, akamiz 6700 AQSh dollari so'rayaptilar. Avtobusbegim nomidan chiqsanglar, chiroyli qilib skidkalarni qilib beradilar. Bozor narx bermadimi hali? 6,5 qilishdi, bermadingiz 6,5 ga. Yo 6,5 ga beraveramizmi? Bermaganingizga beraverasiz. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 93 512 0078. Gendaminiz bor. Faqat afanmeni. Ceres Bank. Ceres Bank ham chiqib ketaveradi. Mashinamizda kimga ma'qul kelgan bo'lsa, okalar bemalol telefon qilib savdolashib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Bir chetdan Damazlarimizni ko'rsatsa yana boshlayveramiz. Bu mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2024-yilda ishlab chiqarilgan, probeglariga keladigan bo'lsa, 54 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, apshifkalari qilingan, tej monitorlar taqilgan. Shumkalari ham bo'lgan ekan bu aka. Shumkalari ham bo'lgan ekan. Hamma narsa tayyor. Shumkalari bo'lgan, tayyor mashina. 13 balonlarda turibdi. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi akalar. Mashinamizdan balon holatlarini ko'rsatib olamiz. Balonlari o'rtacha holatda turibdi. Metan gazlari bor. Kraskasi buni aka? Bitta stoykasida bor aka. Bitta stoykasida bor. Qolgan joyi toza. Qolgan oldi orqalari but-butun. Ha, suya 100% butun aka. Narxchi aka. Naqdiga Ceres Bank ham chiqib ketadi. Chiqadi aka. Narx qancha? Naqdga 6500 qilib beramiz. 2024-yil. Va Ceres Bank $250 bilan hamma xarajat ichida qilib beramiz. Ceres Bank $250 bilan hamma xarajati bilan qilib beramiz. Bitta pasport evaziga и pravasi bo'lishi kerak. 11 ta viloyatga. 11 ta viloyatga. 12-viloyat qaysi? Endi bizga ham 11 ta deyiladi. Ha.
Telefon nomeringiz aka? 90lik Aha. 020 90lik 020 23 23 24. 24 ismlari Ko'rishsin. akamizni xullas. Keyingi damazimizga o'tamiz. Keyingi damazimiz 2025 yil ishlab chiqarilgan. Probegi 23 ming bo'pti. 23 ming kilometr masofani bosib o'tgan Damas mashinasi. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, bo'liklari yo'q. Metan gazlari bor. Kraskalari top-toza. Yo'q, toza emas, tomida bor. 6000 sat. Kraskasi tomida bor ekan, akalar. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Nima bo'lgan aka tomiga buni? Armatura tushib ketgan, qo'ygan joyi 100% butun. Armatura tushganiga tomi alishgan, qolgan joyi 100% butun. Zavoddan qo'yilgan ekan. Mashinamizning metan gazlari bor, balonlari yengidek bo'lib turibdi, akalar. Buni tani qancha aka? Tan narxi 6900. Tani 6900. Cheres bankka $500 bilan hamma xarajat. Cheres bankka $500 bilan hamma xarajati bilan chiqib ketadi. Telefon nomerlarini mana bitta pastga yozib qo'yaman. Keyingi damazimizga o'tiramiz. 2020-yil 2020 yil ishlab chiqarilgan Damas mashinasi. Mashinamizning probeglariga keladigan bo'lsak, 94 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor. Bari ham qichig'idan qo'yib qo'ygan ekanlar akamiz. Shumka ham bo'lgan ekan-a? Shumkalari ham bo'lgan. Salon orqa holatlarini ham ko'rsatib olamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Tepasiga ham unaqa doполнительный barlar, kolonkalar qo'yib qo'ygan ekanlar akamiz. Metan gazlari bor. Metan gazlari bor, balonlari ham o'rtacha holatda turibdi. Kraskasi buni? Kraska 3 ta detalida bor. 3 ta detalda bor, lyoqki. Ishlariga o'tmagan. Narxchi tani. Tani 5100 deyapmiz. Tani 5100. Bankka chiqmaydi bu 2020. Cheres bank chiqmaydi. 2020 yil bo'lganini hisobiga kelishtirib chiroyli qilib beramiz zotli. Nomerlarni pastga yozib qoldiraman. Kimga aql kelsa bosib olsangiz bo'ladi. Bizda bu yoqda keyingi Damas mashinamiz. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yili 2023 yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsak, pasti 91 ming bo'lib qopti. Salon holatlarini ko'rsatib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor. Mashinamizning metan gazi bor-a? Bor aka, bor. Metan gazlarigacha bor. Endi salon orqa holatlarini bitta ko'rsatib olamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi akalar. Abshirkalari qilingan, tepalarigacha. Endi balonlarni ko'rsatib olamiz. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Temir metan gazlarigacha bor. Buni kraskasi aka? 2 ta detalida bor. 2 ta detalda bor. Ichlariga o'tmagan but-butun mashina. Narxi aka? 6100 so'raymiz. 6100 so'raymiz. Cheres bank qancha bilan chiqadi? Cheres bank $400 bilan hamma xarajat. $400 bilan hamma xarajati ichida chiqib ketadi. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlarini pastda qoldiramiz. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib savdolashib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Bosib yuboringlar. Xo'p, bo'ladi. Lang'ich 0% bilan bo'lsa Damas mashinasini olaman degan akalarimiz bo'lsa, 2021 yilda ishlab chiqarilgan 113 ming kilometr masofani bosib o'tgan Damas mashinasini topib qo'ydim. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor. Metan gazi Bor aka. bor. Salon orqa holatlarini bitta ko'rsatib olamiz. Salon orqa holatlari ham o'rtacha holatda turibdi. Bitta chexol alishtirib yuborsanglar bo'ldi akalar. Diska balonlar turibdi. Balonlari ham yaxshi holatda. Kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi asijit bo'lganda otdilar, ichlariga o'tmagan, xudo xolisa, but-butun oldi orqalari. Orqa oldi suyagi butun. Orqa oldi suyaklari butun, stoykalariga ham o'tmagan. Stoykasi bor bu yoqda. Ikki tarafida bor. Stoyka bitta tomonida bor ekan. Xullas, xarajati yo'q olgan odam faqat cho'pir kerak-da. Shunaqa. Tan narxi qancha buni? Tan narxi 5300 deb bo'lsa beraveramiz. Tan narxi 5300 bo'lsa beraveramiz zotlar. Geniyo faqat оформление. Cheres bankka 1 sent ham olinmaydi. Shundan 0% bilan, boshlanish 0% bilan chiqib ketadi. Grafiki bo'yicha pastki nomerli telefon qilsanglar, bemalol savdolashib barakasini qilsanglar bo'ladi. Mashinamiz kimga aql kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib savdosini qilib barakasini qilinglar, bosinglar. Kelar bizda navbatdagi Damas mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilganlik 2022 dedingiz-a? 2022 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari top-toza, probegi 207 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor. Mashinamizning metan gazi bor. Hamma narsasi bor aka. Gazlarigacha bor. Salon orqa holatlarini ham ko'rsatib olamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Agar videoda yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, o'zingizlarga bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi.
Balonlarni ham ko'rsatamiz. Balonlari ham yaxshi holatda, metallarni ko'ryapsizlar, metallari bor. Xullas, endi xarajatli joy men bitta ko'rgani bitta mana shu laboyni alishtirib bo'ldi. Bu yoq xudo xolasa cho'tki. Bu mashinamizning tan narxi 6000. 6000 bo'lyapti. Cherizbank Hammasi bo'ladi. Boshlanish to'lovi $100, hamma xarajat. boshlanish $100 bilan hamma xarajati ichida chiqib ketar ekan. Nomerlarigacha akalar. Mashinamizning kimga aql kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Pastda telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Bosinglar. O'rtoqlar, hali hech kim qilmagan proyektga men shaxsan start beryapman. Telegram gruppa ochdim, onlayn auksion bo'ladi. U gruppada postoyanniy mashina tashalmaydi. Bo'lganda tashaladi. Bemalol misol uchun kim olmoqchi bo'lsa, jelezniy misol uchun arzonga mashinali bo'lib qolishingiz mumkin. Sizlar narxlisizlar, eng baland narx kim bersa, misol uchun определённый bitta vaqt qo'yiladi. O'sha vaqt ichida kim eng baland narx bersa, mashina o'shanga o'tib ketadi. Tag'in ham hozircha mashinadan boshlaymiz. Endi qolganlarini ham qo'ldan kelgancha yozib qo'yamiz. Kommentariyada men kanal linkini qoldiraman, shu gruppa linkini bemalol qo'shib olib bossanglar bo'ladi. Faqat kuzatishda davom etinglar, bosinglar. Qadrdonlarim, mana bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Videomiz oxirida nima deymiz? Har doimgidek oltin boshinglar omon bo'lsin. Musofirdagi qadrdonlarimiz va vatandoshlarimiz har doim Allohning panohida bo'linglar. Vatanimizga eson-omon qaytib, eng zo'r, eng qimmat inomarka mashinalarni xarid qilib, yaqinlarimizga podarka qilish albatta hammalarimizga nasib ro'za aylasin deb qolaman. Keyingi videolarda qanaqa mashinalarni olib chiqinglar albatta kommentariyada yozib qoldirishni esingizdan chiqmasin. Obuna bo'lishni esingizdan chiqmadi deb o'ylayman. Salomat bo'ling.